O'rtoq buni yopilmayapti-yu. Qoch. Mashinasiga qaramaydigan bola. Ana endi bagaj ochib ketmaydi. Buni tushib ketsa-chi? Tushib ketib qolsa, yana ko'tarib qo'yib qo'yaveramiz, o'tir ketdi. Zavat bo'ldi. O'rtoq bu mashina quplanmasa, libboy odam o'tirib o'g'irlab ketadi-yu mashinani zavat qilib. Mana tormoz pedali oldim. Aqllilik qilib mashina o'g'irlab haydaydimi? Tormozni bosamasa, tormozni olib borib uradi. Hozir shuni o'zimiz haydab ketamiz, tormozsiz qara haydaymiz. Qora voy, mana miyanicha sal ishlatsa orimaydi bu. Bu jinda rushnoy tormoz bor-ku. O'tir ketdi. Ketdik qora voy. Yana nega birdaniga 3 ga solding, 2 ga urmading? Voy, 2 ga tushmaydi. Ana men chap tarafga tortib ketdi-olsan mashinani. Qo'yib yuborsam unga tortib ketar qara. O'rtoq baloningni yeb tashlabdi, tashqarisini buni razvar qildirish kerak. 120 mingga qilib beradi. 120 ming? Bo'pti, yur bo'lmasa vulkanizatsiyaga. Nega vulkanizatsiyaga? Balonni shuni teskari qilib beradi. 20 ming ketadi. 100 ming foydada bo'laman. Yana 3 oy yuraman, ketdi. Bu odam o'tib signalchal. Voy, signal yo'q, kanyon. Qoch, cho'rib ketasan. Yo'lingga qarasang bo'lmaydimi? Telefonda gaplashmasdan. Peshobodda o'tmaysanmi? Tilla kalla.